Yura qo'y, Oyijon. Qani ketyapmiz? Mashina podobka qilasizlarmi? Yo'q. Uymi? Yo'q. Oyijonam ketyapman. Qiziqda. To'xta. Sanlar meni qatqal itarib yubormoqchimisanlar? Yo'q, Oyijon. Tadam! Ha, zulukku bu. Bu odamlarning qonini zo'raydi, men qo'rqaman, yo'q. Oyijon, sizni zulukdan nima farqingiz bor? Bizani qonimizdan ichasiz. Mana hech qo'rqinchli joyi yo'q. Sizni hijomaga olib keldik. Yuring. Yuri. to'xta. Menga hijoba nima uchun kerak? Oyijon, harom qonlaringiz chiqib ketadi. Kechirib qo'yasiz, menda harom qon yo'q, bo'ptimi? Haromlaring. Ana tiliz yomon oyijon, tilizga zuluk qo'yamiz. Boshingizda davleniya bor, boshingizga hijoma qo'yamiz. Xullas, o'zingiz ham yomonsiz oyijon. O'chirgaday. Uni ustiga belim og'riyapti deysiz, oyog'im og'riyapti deysiz. Yo, qaridingizmikan a? Uni men bahona qilaman. Xullas kalom, hijoma olasiz. Yeching. Chol meni kechiring, o'lganingizdan keyin hech birovni oldiga yechinmagandim. Ular meni majbur qilyapti, tomosha qilmoqchi meni yechintirib. Voy, siz burishgan badaningiz kimga qiziq? O'shada. O'char. Oyijon, xonalarga ham skriti. Kamera ham yo'q. O, zo'r narsa ekanda bu. Nima qiladi bu o'zi hijoma? Hijomani foydalari ko'p. Sahr, davleniya, bosh og'rig'i, bo'g'im og'riqlariga, ko'z, nazar, sehrga juda ham foydasi ko'p. Zuluk qonni suyultirib beradi. Zuluk olgandan keyin organizmda qon yana ham yaxshi aylanadi. Jannatim kelinlarim. Voy, Oyijon yaxshimisiz? Men yaxshiman. Buncha chiroylisizlar, aylanay sizlardan. Sog'ingiz yaxshimi? Ha, zo'r. Miyamda xuddi havo aylanayotganga o'xshaydi. Boshlardan hech qachon bonkani olmay, miyada skvoznak bo'lsa, yaxshi gapirar ekanlar. Baraka toping. Jannatim.